Jigarlarim, bugun sizlar bilan karislarni ham ta'mi mazasini qochirib qo'ygan imshik futni tayyorlab ko'ramiz. Xullas, ramyon. Bu ramyonni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Bismillah. Like bosib qo'ying, jigar esdan chiqmasin. Ovqatimizga xohlagan odam saysiga qo'shishi mumkin, kalbasa qo'shishi mumkin, mana misol uchun jo'xori qo'shishi mumkin. Обязательно sir kerak bo'ladi. Keyin o'zi mana shu pulta po'kimyon sirligi. Men qishlaqiga o'xshab mushlab o'tirmanglar, eng osoni qoshiqlab qo'yganlar yaxshiroq. Keyin qaynoqqina suvni quyib olib, sayskani to'rg'ab olamiz mayda-mayda qilib yo kalbasani. Keyin jo'xorini ochamiz-da, jo'xorini qo'shishni boshlaymiz. Qo'shib tayyorlab olganimizdan keyin o'nning tablanga ko'ra xohlaganlaringizni solishlaringiz mumkin. Ramyonimizda 3 ta teshadigan joyi bor, teshib turib, xullas, keyin suvini to'kib yuboramiz shunday qilib. Parasatinga urib, qoshiqda solsang bo'lmaydimi, deyishlar mumkin. Ha, deyman. Keyin ichida sirini solib, eng achchig'ini oxirigacha solamiz. Duxlang boricha solinglar. Limonni soling, suvni quying, betonni buzing deb chiqishyapti. Xuddi shunday qilib sirni solamiz. Shundan keyin 5 minut qisib tursangiz tayyor.